O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 9-aprel kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz bulutli bo'ladi, kechasi va ertalab ba'zi joylarda kuchli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 21-26 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'li va tog'oldi hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Toshkent va Namangan viloyatlarining tog'li hududlarida 2000 metrdan yuqorida qor ko'chish xavfi bor. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 13-18 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.